Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Revit Marafon kursidagi 8-darsimiz bo'ladi. Va bu darsda sizlar bilan stadiya va montaj planini ko'rib ketamiz. Xo'p, umuman olganda stadiyalar nima? Stadiya bu bosqichlar Revitdagi. Masalan, bosqichlar qanaqada kerak bo'ladi? Aytaylik, bitta obyektimiz o'lchadiyu, mavjud holati bor. Keyin qaysidir devorlari bizga xalal beryapti. Ularni buzib yuborib turib, biz yangi devorlar qurishimiz, yangicha planirovka qilishimiz mumkin. O'zi demontaj, montaj nima degani? Существующий bor. Существующий holat bu mavjud holat. Demontaj buzish, montaj yangi o'rnatish. Masalan, Michael Jeksonni tanısanglar kerak. Men o'zi qo'shiq eshitmayman, просто u misol uchun. O'zim shunaqa bo'lgan yoshligida, ya'ni teri rangi boshqacha bo'lgan. Mavjud holat shunaqa edi, существующий bo'lgan. Keyin o'zgartirmoqchi bo'lganda, bu teri bilan sochni demontaj qilib turib, montaj qilib, bu yangicha teri bilan soch o'rnattirgan o'ziga. Xuddi shunaqa, endi qo'rqib ketmanglar, просто misol uchun shunaqa bo'ldi. Существующий bunaqa edi, lekin o'zgartirmoqchi bo'ldi. Keyin demontaj qilib, bu holatni montajga o'tkazib yubordi. Hop, montajda buni o'rnatishgan xullas. Demontaj o'zi qachon qilinadi? Demontaj odatda mavjud holatdagi devor biz qurmoqchi bo'lgan loyihaga xalaqit bersa yoki devor yaroqsiz holatga kelib qolsa buzib tashlanadi va yuk ko'taruvchi devorlar buzish mumkin emas. Quruvchi kompaniyasi o'zi teshish qo'yishga ruxsat bermasa, beton konstruksiya, o'sha yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni buzish mumkin emas. Umuman olganda hozir sizlar bilan buni amaliyotda ko'ramiz, nimaligini. Qaranglar, oxirgi darsda mana sizlar bilan montaj planini qilgandik, to'g'rimi? Mana bizda plan bor, razmerlari, xona balandliklari, proyon balandliklari bor. Hop. Bu tomonda spesifikatsiyamiz qayerdayam setka bo'lishi kerak, shuni qilib qo'ymayapmiz. Помещение nomlarini qo'yaveramiz, baribir o'zgarib ketadi, shuning uchun помещение turaversin. Hop, vidga o'taman. Vid bo'limiga o'tib turib, mana bu joyda setka в kolon titulах turib OK qilaman. Bundoq qilsam, уже bizda mana tayyor bo'ldi. Hop, endi qaranglar. Biz aytgandek, har bitta planga alohida vid ochamiz. Vid emas, alohida nima qilamiz degandek, planda mana bunaqa tip ochamiz degandek alohida. Ya'ni har bitta planga alohida tip ochib olamiz. Mana bu joyda plan etajida обмерный plan bor ekan bizda. Shu обмерный plan emas, endi bu bizda demontaj plan bo'ladi. Hop, изменить tip qilib kiraman, kopировать qilib turib 0.2 qilaman. 0.2 demontaj deb qo'yaylik. Tosh. OK. Hop, demontajni qaysi nimada qaysi planda qilasan demoqchi. Ya'ni demontaj degan narsa ochding. Hop, endi OK qilamiz. Endi mana bu joyda demontajni qaysi уровень, ya'ni sath asosida qilmoqchisan deydi. Biz polda qilib turaveramiz. OK qilamiz. Bizda mana уже demontaj plani uchun alohida vid ochildi. Mana bu joyda mana demontaj degan alohida vid ochildi, ko'rdinglar? Mana bu joyda обмерный plan. Bu demontaj boshqa o'zi. Hop, demontajni o'zgartirib olamiz. F2 qilib turib buni demontaj deb olamiz. Demontaj. O'zbekcha ekanmanda. Demontaj yozib OK qilamiz. Hop, o'sha уровеньni shu nom bilan nomlab yuboraymi deyapti. Sathi yo'q, sath emas, faqat shu vidni biz nomlamoqchimiz, shuning uchun net qilamiz. Agar da deb yuborsangiz, umuman olganda pol sathini bu demontaj sath deb o'zgartirib yuborishi mumkin. Xo'p, qaranglar endi demontaj planini ochib oldik. Bu planda endi biz nimani ko'rishimiz kerak? Qaranglar, biz черновой polga o'tamiz. Ya'ni bizni существующий planimizda bu planni bosqichi mavjud ko'rsatyapti. Ya'ni mana hech narsani tanlamayapman. Hech narsani tanlamayotgan holatda o'sha oynamizni, mana bu oknani bizga bosqichini ko'rsatib turadi. Свойствоda mana hop aytyaptiki, bu stadiya, ya'ni shu видим, черновой pol, ya'ni mana bu обмерный planing существующий planda существующий bosqichda turibdi. Endi bu demontaj qanaqa bosqichda turadi? Bu endi новая konstruksiyada turishi kerak. Mana hozir to'g'ri turibdi, новая konstruksiya. Endi mana bu filtr по stadiyam nimaligini sizlar bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Hop, qaranglar. Biz demontajda nimani buzishimiz uchun uni biz mana bu joyda keling, shuni ham черновой pol bo'lib qolibdi. Shuni обмерный plan deb yozib olaylik. Chalg'ityapti. Обмерный plan. Обмерный plan. Qilamiz, net qilamiz. Hop, qarang. Обмерный planda hamma yoqni qilganimizdan keyin bu planda qaysi devor
buzilishini ko'rsatishimiz kerak. Masalan, mana bu devor bizda loyihada buzilib ketgan edi. Shuni tanlayman-da. Mana bu joyda mana devorni endi xususiyatini ko'rsatyapti. Ya'ni devorni svойствоsi bu joyda pastroqga tushsanglar, stadiya bosqichlarda, ya'ni aytyaptiki, stadiya возведения qurilish bosqichi testuvchida qurilyapti. Stadiya sinovsa, ya'ni buzilish yo'q turibdi. Ya'ni bu devor qurilgan, lekin buzilmaydi deyapti. Lekin bizda bu devor buzilishi kerak. Shuning uchun stadiya sinovsa, новая konstruksiyada buzilib ketadi deb qo'yib qo'yamiz bu joyga. Hop, qaranglar. Endi qo'ydik. Bu yoqqa o'tsak, mana o'sha bitta bu qizil turibdi. Ya'ni bu buzilib ketyapti degan informatsiyani bizga beryapti. Hop, qaranglar. Endi nima qilamiz? Biz montaj plani uchun alohida video olishimiz kerak. Bundan keyingi plan etaji. Hop, изменить тип, копировать 0.3 plan montaji. Okey, okey. Turib, plan montaji pola asosida bo'laveradi. Okey. Hop, mana plan montajni ham ochib oldik alohida. Buni ham kelinglar, montaj deb yozib qo'yaylik. Net qilamiz. Mana montajga o'tsak, lekin qaranglar, montajda ham buzilgan ko'rinib qolyapti. Montajda buzilgan narsa ko'rinishi kerak emas edi. Shuning uchun biz sizlar bilan hozir ehtiyot sezamiz filtrlarga. Filtrlar nima? Filtrlar mana bu joyga o'tsak, управлениеga o'tsak, mana bu joyda stadiya bor. Stadiyaga o'tsak, bu существующий, bu новая konstruksiya turibdi, to'g'rimi? Bu mavjud holat, bu yangi qurilayotgan konstruksiyalar. Hop, endi qaranglar. Filtr stadiyaga o'tamiz. Bizda shuncha filtrlar bor ekan. Kelinglar, o'zimiz shuni o'chirib yuboraylik. Uni ishlatsak, to'g'irlasak bo'ladi, lekin tushunmay qolishinglar mumkin buni mazmuni nimaligini. Shuning uchun udalить qilamiz. Bittasi qoldi. Новая qilaman. Новая qilsam, bu joyga yozishim kerakki, demontaj. Demontaj. Hop, qaranglar, demontaj degan filtr yasayapman. Endi bu filtrda biz vidga, mana bu vidlarga qo'llaymizki, bizga shu narsani ko'rsat, shu narsani ko'rsatmay tur degan qo'llashimiz uchun filtr yasayapmiz. Endi aytyaptiki, soздать bu yangi qurilayotgan narsalar. Demontajda yangi qurilayotgan narsa ko'rinmaydi. Chunki bu eskini buzilayotganini ko'rsatadi. Demontaj planda yangi qurilayotgan narsalar ko'rinmaydi. Ya'ni eski narsalarni buzayotganimiz ko'rinadi xolos. Shuning uchun soздатьda aytyaptiki, oddiy ko'rsataymi yoki san belgilagandaqa ko'rsataymi yoki umuman ko'rsatmaymi deyapti. Ko'rsatma deymiz. Hop, существующий qanaqa bo'ladi? Oddiy ko'rsat deymiz. Существующий oddiy ko'rsataver. Po kategoriyam qilsak, shu odatiydaqa ko'rinadi. Hop, agar uni переопределение qilsak, переопределение qilsak, biz bu tomonda qanaqadir ranglar beramiz, shunaqa ko'rsat degani. Po kategoriyam oddiyroq. Oddiy, shu qanaqa bo'lsa shunaqa ko'rsat. Снесенныйlarni, ya'ni buzilayotganlarni belgilagandaqa ko'rsatsam, временныйni ham временныйni ham oddiy ko'rsataver deymiz. Po kategoriya. Hop, снесенный buzilayotganlar belgilagandaqa ko'rsatasan dedik. Endi belgilashni qayerdan qilamiz? Bu tomondan ko'rsatamiz. Mana снесенныйlar qanaqa ko'rinar ekan o'zi? Hop, proyeksiya поверхность bu tashqi tomondan yoki 3D'da kesilmayotgan holatda, sechение bu kesilayotgan holatda. Hop, kesilayotgan holatda qanaqa ko'rinsin? O'zi вообще-то yaxshi turibdi, lekin xohlasanglar orqasini qizil qilishimiz mumkin, bundoq qilib. Hop, qizil qilsak bo'ladi. Hop, oldi tarafini shunaqa qilib turib, bundoq qilsak qoraytirib ko'raylikchi. Okey. Okey qilamiz. Liniyasi qanaqa tursin? Liniyasi krasniy tursin. Devor krasniy tursin-da. Shtrix qanaqa kichikroq, kattaroq? Вообще-то shunaqa belgilasak ham bo'ladi. Okey qilamiz. Qaranglar. Demontaj planiga o'tdim. Demontaj planida turibman. Demontaj planida stadiyasi новая konstruksiya turibdi, to'g'ri. Filtrni endi biz demontajga o'tkazib olamiz. Demontajga o'tkazsak, mana bizda bunaqa ko'rinyapti devorimiz.
lekin bu judayam qalin bo'lib ketarkan. Mana bu to'nka liniyani o'chirganimda pechatda qanaqa chiqishi ko'rinyapti. Hop, shuning uchun buni endi mana bu joyda shablon qilamiz, shunda to'g'irlasak bo'ladi. Обменный plandan kopiya qilib turib, 0,2 0,2 qilaman. Plan demontaji. OK qilaman. Demontaj planda. Hop, bu joylari filtr passadium demontaj tursin deymiz. Применить. OK qilamiz. Va bizda уже demontaj planiga o'tdi. Faqat endi devorimizni kesmayapti. Devorimizni o'rtasini qizil ko'rsatmayapti. Buni qizil ko'rsatuvdi. Buni kelinglar nima qilamiz? Обменный plandan ko'piya qilmaymiz-da, o'zidan sozlab turib oxirida shu vid bo'yicha xuddi обменный plandaqa mana bu joyga o'tib turib bunaqa qilamiz. Создать шаблон на основе текущего вида qilamiz. 0,2 plan demontaji. Man darsga oldindan tayyorlanmasdan sizlar bilan yozib ketyapman, chunki Revitda doimo bitta qilgan narsangiz o'xshamaydi. Shuning uchun mana qilib ketyapmanki, nimadir xato bo'lsa o'zim to'g'irlab ketaman. Sizlar ham keyinchalik nimadir xato ketib qolsa shu to'g'irlab ketsanglar bo'ladi. Plan demontaji. Уже mana devorimiz buzildi. Hop, endi qaranglar, montaj planiga o'tsak, lekin montaj planida ham bu ko'rinyapti. Montaj planida ham endi nima qilishimiz planda ham mana bu joyda alohida bitta filtr yasab olishimiz kerak. Hozir показать etsa turibdi, hamma narsani ko'rsat. Demontaj mana bu devorni ko'rsatish. Endi biz montaj yoki proyekt degan bitta filtr ochib olishimiz kerak. Hop, endi qarang. Nima qilamiz? Yana kiramiz upravleniyaga. Stadiyaga o'tamiz. Bizda ikkita bosqichi bor. Sushi mavjud. Новая konstruksiya, yangi konstruksiya. Hop, filtrga o'tamiz. Biz hozirgina demontaj yasadik. Endi yangi yasashimiz kerak. Bu qanaqa montaj. Montajdan tashqari yana bitta proyektni yasaymiz ekan. Chunki montajda biz yangi qurilayotgan devorni rang bilan ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun montaj planida nima bo'ladi? Montaj planida bu qizil ko'rinmaydi, buzilayotgan. Bu buzilib yo'qolib ketgan bo'ladi. Yangi qurilayotganlar bo'lsa, ular rangli ko'rinadi. Hop, создать yangi qurilayotganlarni biz belgilangan ko'rsatsam, sushi oddiy ko'rsatasan deymiz hozir. Mana montajda oddiy kategoriya bo'yicha ko'rsat. Снесенныйni umuman ko'rsatma. Временныйni ham по kategoriya qilib qo'yamiz. OK qilamiz. Endi qaranglar mana. Montaj planiga o'tib olaman. Montaj planida stadiya, новая konstruksiya turadi. Filtr bo'lsa, montaj turadi. Bunda qaranglar, o'sha devor buzilib ketdi. Ya'ni обменный planda bu devor bor. Demontaj planiga o'tadi usta, ko'radiki, bu buzilib ketyapti. Ha, bo'ldi, bu buzilar ekan deydi. Montajga o'tadi, bu buzilib ketib bo'ldi уже. Keyin mana bu joyda yangi qurilayotgan devorimiz bo'ladi, uni ko'rsatib ketamiz. Tushundinglar nima bo'lganini? Ya'ni prezentatsiyadagi holat bo'ldi. Hamma narsa buzilib ketib, mana bunaqa bo'lgandaqa xuddi обменный plan bu bunaqa edi. Demontajga o'tib tashladik. Demontaj, filtr ham demontaj. Montajga o'tganda уже u buzilgan narsa ko'rinmaydi. Chunki buzib bo'lgan bo'ladi. Biz bu joyga yangi o'zimiz quradigan devorni ko'rsatamiz. Hop, qaranglar. Masalan, montajida o'tib turib, bitta devor quraylik hozir. Keyin proyektga qarab keyingi narsa quramiz. Yangi devorimizni просто montajda ko'rish uchun mana qaranglar. Yangi devor qurib olsam, o'sha ko'k bo'lib ko'rsatyapti bu. Chunki yangi quryapsan deyapti. Mana новая konstruksiya, yangi qurilayotgan devor shunaqa ko'rinadi. Endi undan keyin biz 4-chi planimiz qanaqa bo'ladi? Vidga o'tib turib, yangi plan ochib olaman. Plan etaja, изменить тип, копировать 04. План после перепланировки. Перепланировки. Ya'ni qayta planlashtirilgandan keyingi plan. Misol uchun planировки mana bu joyda xato ketdi. Men mikrofon klavishimni to'sib turibdi, shuning uchun xato ketib qoldi. Hop, OK qilamiz.
Okey. Plan после planirovki. Pola asosida bo'ladi. O'tamiz. Qarang. Hop, usti ochadi yoki zakazchiga ko'radi. Ha, bu hozirgi holat ekan. Hop, qarang. Обмерный planda bizda bu ko'rinib qolyapti. Bizni yangi qurgan devorimiz. Hop, обмерный planda filtrini обмерный planda filtr qo'yishimiz kerak ekan. Chunki yangi devor. Показативsiyani qo'yib qo'ysa o'sha bo'ldi ekan. Bo'ldi, показативsiya qo'yasiz statiyaga bo'ldi. Shunda yangi devor ko'rinmaydi. Hozir ko'rdinglar, mana Ctrl Z qilsam, eski yangi qurgan devorimiz ko'rinib qoldi. Chunki bu joyga filtr qo'ymagandik. Shuning uchun Revit o'yladiki, buni ham ko'rsatish kerak deb o'yladi. Keyin yo'q, biz unaqa qilmadikmiz. Mana bu joyga kirib turib, hop, filtrga показативsiya qilamiz. Ya'ni sushi devor hamma yoqqa ko'rsataverdiymiz. Narigi devor, narigi devorimiz qurganimiz новая konstruksiya bo'lgani uchun mana bu joyda mavjud holatda ko'rsatmadi uni. Hop, qaranglar. Biz обмерный planda qildik. Bitta zakazchi ko'rdi, hozirgi holat shunaqa ekan. Hop, demontajga o'tadi. Demontajda bu buzilib ketyapti ekan. Bo'ldi, tushundim. Montajga o'tadi. U ko'k devorni ko'rdi. Ya'ni yashil ko'k devorlar ko'rdi. Ha, bo'ldi, bu montaj plani ekan. Endi 4-planda ba'zilar prямой mebelga yo boshqaga o'tib ketadi, lekin oddiy usta yoki zakazchi ko'rib olish uchun bitta перепланировка qilganimizdan keyin ham shu обмерный planga o'xshab yangi bo'layotgan xonani shunaqa planda ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun biz plan после перепланировки qilib oldik. Mana bu joyga bu yerga ham yozamiz. Plan после перепланировки. Turib enter yozaman. Yo'q deyman. Hop, qarang. Joyga o'tdik. Joyga o'tganimizda bizda filtrlar, qaranglar mana, net qilsak hamma yoq ko'rinib qoladi. Demontaj qilsak qizil ko'rinib qoladi. Montaj qilsak ko'k ko'rinib qoladi qurilayotgan. Показативsiya qilsak hammasi ko'rinib qoladi. Endi biz oddiy proyektimizda devorlar ko'rinib turishi uchun bitta proyektning filtr ochib olishimiz kerak. Misol uchun управлениеga o'tib, statiyaga o'taman. Filtr, demontajga bor, montajga bor. Bu обмерный planga bor. Endi oddiy proyektni ochishimiz kerak. Hop, новая qilamanda. Proyektniy deb yozib olaman. Proyektniy. Hop, proyektniyda lazzat yangi qurilganlar ko'rinadi, lekin ko'k bo'lib ko'rinmaydi. Mana yangi qurilgan, misol uchun bu devorimiz ko'rinib turishi kerak. Ya'ni yangi binomiz shu bo'yicha ketadi. Bu по kategoriyam oddiy ko'rinadi. Ya'ni переопределение qilsak, bu переопределениеda qanaqa ko'rinardi? Ko'k, yashil qanaqa belgilab qo'ygan bo'lsak, bu yoqda shunaqa ko'rinardi mana. Lazzatda ko'k belgilaganmiz, ko'k ko'rinadi. Lekin biz buni oddiy ko'rin deymiz. Hop, sushi ham oddiy ko'rinadi. Hop, снесенный umuman ko'rinmaydi. Bu ham oddiy ko'rinadi. Ko'rdinglar, proyektniyda yangi qurilganlar ham oddiy, sushi ham oddiy. Buzilganlar ko'rinmaydi. Временный ham oddiy ko'rinadi. OK qilaman. Keyin mana o'tib turib, bu joyga proyektniyga o'tsam, уже bizda mana. Ko'rdinglar? Endi boshidan ko'ramiz обмерный planda. Mana bu joyda devor bor. Mavjud holat shunaqa. Demontajda buzib tashladik buni, kerak emas. Montajga o'tib, buzilgani sal beriroqdan devor qurdik yangi. Bu kerak emas lekin. Просто misol uchun quryapman. Biz bu yoqda quramiz haqiqiy loyihamizda. Hop, keyin plan после перепланировкаga o'tsak, уже mana bizda yangicha planimiz. Mana bu joyda devor buzilib, yangi plan qurib oldik. Hop, ko'rdinglar endi. Biz endi demontaj planidan boshlab planimizni qilib ketamiz. Оформление qilib ketamiz. Hop, mana bu joyda stеnalar har xil ko'rinib ketibdi ekan. Shuning uchun bu joyga o'tamiz. Stеnalar secheniyasini kerak emas devorlarni sal qoraroq qilib tursak bo'ladi menimcha.
Hop, bu yoqdagi devorlarni bo'lsa bunaqa qilamiz. Keyin OK qilib, применить OK qilamiz. Mana bizda buzilayotgandan tashqari hammasi mana bunaqa qora devor bo'lib qoldi. O'zi nima uchun bunaqa qildik? Shtobi bu ko'zga tashlanib tursin. Agar sizlarga bu grafik yoqmasa o'zgartirishinglar mumkin. Farqi yo'q вообще-то. Lekin shunaqa yarkiyroq bo'lib tursa, buzilayotgan narsa, bu plan nimani anglatayotganini ham klient bittada bilib olishi mumkin bo'ladi. Hop, keyingi narsa bizda razmerlab chiqishimiz kerak. Razmer olaman. Hop, mana bu yerdan to'xtanglar, eskit qilaylik. To'xtanglar, birinchi shuni listga tushirib olaylik-da. Chunki masshtabini to'g'irlaymiz. Shunga qarab list ochib olamiz. Kopiya qilib, kopiya qilib, переименовать qilaman. 0.2 bo'ladi. Hop, plan demontaja. Plan demontaja. OK qilamiz. Demontaj planini buni ichiga olib kiramiz. Buni tashlaymiz. Tashladik. Hop, mana bu tushiramiz. Tirada опорная плоскость bu bo'ladi. Bu fasadlar bo'ladi. Tayyor sizlarga nima uchun bermayapman bunaqa shablon vidalarni? Chunki o'zinglar o'rganib olinglar. Ertaga yasash kerak bo'lsa, yangicha yasab olasizlar. Manda lekin tayyor shablonlar ham bor. Shuning uchun bermayapman. Birga qilib ketyapmiz. Plan demontajga o'tamiz. Hop, kategoriyadan bitta osi kerak emas, опорный плоскость kerak emas. Yana fasadlar kerak emas. Razrezlar ham kerak emas. Feminist OK qilamiz. Hop, endi обмерный planni ko'rib olaylik. Обмерный plan listi masshtabi necha ekan? 1:37. Hop, demontajga ham o'tib, buni ham. Hop, qaranglar, masshtabga bermayapti. Nima uchun bermayapti? Mana bu yerdan bloklab qo'ygan. Buni galочкani olib qo'yamiz, keyin ruxsat beradi. 1:37. Tek. Mana bu yerga uchib ketdi. Olib kelamiz. Kelamiz. Hop, ana endi razmer qo'ysak bo'ladi. Bu 3. Bu 3 вообще yaxshi. Yomon emas. 3,5 bersa ham bo'larkan atak. Qoldig'i bilan chiqib ketish. Qoldig'ini yo'qotishni o'rgatgandiman. Извините deb qilamiz. Pastroqga tushamiz. Format единиц bor. Основные единицада. Kirib turib, galочкani olib turib, hop, yaqin 10 soniyagacha округлить qilib ya'ni yumaloqlab yubor deymiz. Qanaqadir qoldiq solinadi, yumaloqlab yuboradi. 1 santimetrgacha, hop. Buni ushlab turib, o'zi devor ko'rsatib qo'ysangiz bo'ldi, faqat razmer berib qo'yaveramiz. Hop, bular 3 bo'lib qoldi. Bu 3,5. Ham 3,5 yopib qo'yamiz. Hop, ba'zilar so'raydi, buzilish devorining объемini so'rab qoladi. Shunda biz buziladigan devor объемini berishimiz kerak. Hop, masalan qarang, ko'pgina buziladigan devor bo'lsa, siz gaplashayotganda bu devor buzishga объемini aytadi. Misol uchun, 5 kuba, 6 kuba devor bor, qancha buzib berasiz deb shundan договор qilishi mumkin. Bo'lganda объемini ko'rsatganimiz yaxshi. Smeta hisob-kitobda ham yaxshi bo'ladi. Hop, endi buni объемini ko'rsatish uchun nima qilamiz? Buning uchun biz vidga kiramiz, doimiydek spesifikatsiyaga kiramiz. Bo'lganda nima bitta spesifikatsiyamiz bor. Yo'q, devorlik-ku. Manimcha devorlik qilmagandik. Hop, spesifikatsiyaga kiramiz. Stenani tanlaymiz. Stena. Hop, spesifikatsiya. Demontiруемых стен. Demontiруемых. Ya'ni buziladigan devorlar spesifikatsiyasi. Hop, bu новая konstruksiyada tursa bo'ladi. Новая konstruksiya qilib ko'raylik. Hop. Endi mana bu joyda семейство и типа размерni tanlashimiz kerak. Stadiya sinovsani tanlashimiz kerak.
Keyin описаниеni tanlashimiz kerak. Площадь, объем tanlaymiz. Mhm. OK qilamiz. Hop, qaranglar. Bizda judayam ko'p devorlar chiqib ketdi. Chunki bizda hamma devorlarni ko'raveryapti hozir Revit. Biz faqat buzilayotgan devorni ko'r deyish uchun nima qilishimiz kerak? Filtr past stadiyamni faqat demontaj qilib ko'rsak hozir. Stadiya, новая конструкция. Выделить в modeli qilsak, qaysi devorli? Mana. Mana shu devorni o'zi to'g'ri ko'ryapti ekan. Hop, plan demontajida faqat shu devorni ko'rish uchun spesifikatsiyani olib kirib olaylik listga. Betimizga kiraman, so'roq. Mana. Stadiyasini bo'lsa faqat новая konstruksiyada faqat новая konstruksiyada buzilayotgan, ya'ni buzilayotgan bitta devorimiz qolsin, qolganini olib tashlab deyish uchun nima qilamiz? Filtrga kiramiz. Filtrga kirib turib, stadiyasini bo'lsa равно новая konstruksiya qilib turib OK qilsak, mana bizda faqatgina shu devorimiz chiqdi. Hop, plan demontajga o'tamiz. Endi buni bo'sh katani yo'qotish uchun bitga o'tib turib, отделять данные пустой строкой o'chiraveramiz. OK qilamiz. Hop. Semeyство tipa razmer degan mana shu narsa kerak emas bizga. Hech narsa informatsiya bermaydi. Hop, stadiyasini olsa ham, stadiyasini olsa ham ustalarga muhim emas. Buni ham bekitsak bo'ladi. Buni sal tortamiz. Buni ham. Kichkina bo'lib qoldi. Bitga o'tib. Buni zagolovka 2,5. Zagolovkasini 3,5 qilsa ham bo'ladi. 2,5, 2,5. Sig'mayapti. Ichida turaversin. Hop, mana gazoblok. 704 площадь ekan. 111 объем ekan. Endi tekstni yozib qo'yamiz. Hop, tekst. Atsida tekst olamiz. Men o'zi asosan qilib turib TX qilaman. Tekst bo'ladi. Garaj klavshasi. Qilib turib qilamizda. Демонтируем стена. Bo'ldi. Biz buziladigan stena deyapmiz. Изменить tip. Turib, mana bu joyga vinuskasini qoraytirilgan nuqtani tanlab qo'yishimiz kerak. Черный 1,5. Okey. Okey. To'g'ri. Hop, endi yana nima qilishimiz kerak edi sizlar bilan? Mana bu joyga legenda qo'shishimiz kerak. Ya'ni qizil buzilib ketyapti degandaqa. Hop, endi legendani ochaman. Legendani ochganimizda обменный plandan kopiya qilsa ham bo'ladi. Kopировать qilaman. To'xtanglar. Buni o'chiraylik. Kopировать, realizatsiya qilaman. Mana bo'ldi. Endi planga olib kirib olishimiz kerak. Olib kiramiz. Обменный plan kopiya emas bu. F2 qilib plan demontaj. Demontaj deb qo'ysa bo'ldi. Yoki UO demontaj deb qo'yamiz. Условное обозначение deganda shartli belgi.
O demontaj. OK qilamiz. Mana bu joyga endi ham bir oddiy stena bo'lsin. Stena. Hop, taxta qolaversin. Mana shuni o'chirib olaylik. Yoki kolonnalarni ham shunaqa qilib qo'yamiz bo'lmasa. Plan labirint plandaqa buni qizil qilaylik. Ya'ni demontaj plandaqa. Hop, buni qizil qilamiz. Orqasi mana bunaqa qizil edi, ochroq. Hop, oldisi qaraq edi. Demontaj endi qo'yamiz. И демонтируем место, демонтируем. Stena. Bilan sal tortib to'g'irlab qo'yamiz. Ha, probel 2 bo'lib ketganmikin? Qaytaraylik, u bo'ldi. Hop, обменный plan o'tib, hamma joyda hammasi ochilib ketdi. Shuni qana bekitamiz. Bundoq qilib turib, вернуть все hammasini bekitib qo'yadi. Listga o'tib, обменный plan ko'ramiz. Hop, biz kolonnalarni qanaqa qiluvdik? 128, 64, 64 ekan. Nasushi kolonnani topamiz. Верховка 128, 064, 064. Okey. Holat sirlari shunaqaroq. Mana bundami shunaqa. Okey, okey qilamiz. Okey. Nega olmadi hozir? Mana buni splashni qilamiz shuning uchun. Bo'ldi. Hop, demontaj planimiz ham tayyor. Bunaqa qilib turib buni pastiga zaголовок narsa qilsak. Nega hech narsa chiqmadi? Bizda zaголовкasi chiqmayapti. Hozir shuni to'g'irlash kerak. Pastga tushib ketibdi. Hop, pastga tushib ketgan. Olib kelib zaголовкni listiga plan demontaji yozamiz. Okey. Mana bo'ldi. Biz demontaj planimiz ham tayyor. Endi bu yerga описаниялар qo'yib qo'yishimiz kerak. Описанияларni keyingi darsga qo'yib joylab qo'yamiz. Keyin montaj planiga o'tib ketsa ham bo'ladi. Umuman olganda bugun darsimiz shulardan iborat bo'ldi. Xudo xohlasa ko'rib, qaytarib, 1-2 marta ko'rib olsanglar ham mayli. Yaxshiroq o'rganib olasizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.